Endilikte tahlil kılaylı, analiz kılaylı hürmetlik vatandaşım. Biz bunun da evvel müracaat kılaylı. Hürmetlik Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet iştakatı ve tellersin efendi. Siz Japonya, Kore ve Cungo Katarlık devletlerini ziyaret kıldı kendisiniz. Kollayımız. Hem bu ziyaret devamında Cungo'da kişilik hukuk meselesi eğizge alıdığanlıkınızdan haber taptık. Şundaqlı Cungo ile kuruluş karakterlik münasebetine terakki kıldırış doğrusu da ziyarette bir muhakeme timisi açıdığanlığınız doğrusunu mu haber taptık. Biz hazırgıça mesela alaylı 1997-1998 yıllarda Cungo hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın iki parça kanunu imza koydu. Biri iktisat, cemiyet, medeniyet ve halkara ahdinamız. Yani birisi pırala hukuku ve siyasi hukuk halkara ahdinamız. Hazırgıç degende toptor 19 yıldaki vakit öttü. Cungo hükümeti hazırgıça pırala hukuku ve siyasi hukuk halkara ahdinamızı imza koydu. Bu doğruda halkara cemiyet Cungo'ga zada kançılık besim işletti. Bulup mu Amerika Koşmuş Ştatları muşu meselede, yani muşu kanunga imza koygan kanunni halk vakiller kurultayıga tapşırıp Cungo'nun memleket için icra kılış doğrusu da Amerika Koşmuş Ştatları kançılık besim işletti. Bunun da haberimiz yok. Cungo özü koygan, imza koygan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizamnamelerini, kanunlarını icra kılış gerek. Bir besim küçüğülüş gerek. Biz zorlaş küçüğülüş gerek. Biz bilmeyimiz bu kanun sahası da BDT'nin bir haterlik komiteti ve başka sahada zaten bu doğruda kanda kanunlar var. Bunun da biz fakat mecburlaş buluş gerek. Mecburlaş bulmuşsa Cungo bu doğruda hiç kanda inekemeydi dep karayımız. Yani bir taraftan aytganda bu qatımkı seferingizge muvaffaqiyat tileymiz. Rakestillersin efendi galbe tileymiz. Yani kişilik hukuk meselesi, yani kişilik hukuk seviyesi caizli toxtab kalmasını hem ümit kılmaz. Bunun sebebi şu ki kişilik hukuk alkış gerek. Dairden alkış gerek. Yani hukumdan alkış gerek. Yani bu milletlerine Tibet'teki, Uygur'daki milletlerine siyasi hayata köngül bölüş gelip beriş lazım. Mesela alaylı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığında 1960 yılı 12. ayının 14. günü maqullanğan müstemlike elle ve halklarga müstakillik beriş kitapnamız. Bunun gibi Cungo imza koygan boluşu mümkün. İmza koyması nime için bir hatarlık komitetindeki 5 devletten birisi bulup Birleşken Devletler Teşkilatı kirdi. Bunun gibi imza koygan buluş mümkün. Bu kanunun, şu kanunun müstemlike milletlerge ve halklarga müstakillik beriş kanunun bir maddesi da nime deydi? Halklarni yat devletlerinin boysunduruşuga, hükmranlık kılışıga, eksploatasiya kılışıga uçurtadigan bu xil ahval negizlik kişilik hukukni inkar kılganlıkta. Yani kişilik hukukның haqiqiy ma'nisi biz üçün, Uygurlar üçün, Tibetler üçün kişilik hukuk üçün faaliyet kılışdın ve kişilik hukuk üçün küreş kılışdın haqiqiy ma'nisi mana bu yerda. Nima deydi men tekrarlab o'qib beray hurmatli vatandoshim, xalqlarni yat davlatlarning bo'ysundirishiga, hukmronlik qilishiga, eksploatatsiya qilishiga uchirtadigan bu xil ahvol negizlik kişilik hukukni inkar kılganlıkta. 1960 yılı 12. ayının 14. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınında maqullanğan müstemlike elle ve halklarga müstakillik beriş kitapnamız. Biz mana şu asaslarda ötken degendek mavzuning 28 devlet ülkege 28 devlet kurup beriş doğrusuga chaqiriqqa ovoz qo'shib, hem Birleşken Devletler Teşkilatı'nın müşunda kanunlarga ovoz qo'shib biz özümüzden milleti Uygur'un Xitayga müstemlik ekanligini, özüden müstakil devleti asli keltirishini ta'kidlab keldi. Mesela alaylı 1950 yıl 2. ayının 14. günü Rusya ile Xitay o'ttirisida, yani Stalin bilan Mao'nun o'ttirisi imzolangan Rus-Xitay şartnamesi Uygur'ga münasebetlik şartnamını imzolab bulup Mao'nun güle qaqalari echilgan aldı Stalinning aldı nima dedi? Sharq Şimal, yani Manjuriya, Şinjan, Cungo'nun müstemlikisi. Şu vaxtı Mao'nun şundaq dedi. Biz hazırlıqçı Şinjan müstemliki
Mavzun şundaq dedi, biz hem şundaq deymiz Şinjan mustamliki. Bugün bu qanun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanunu. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarının mı Jungo'ga muşu doğruda. Mesela Jungo özü imza koygan fuqarolar huquqi ve siyasi huquq xalqaro ahdnamasini Birleşken Xalq Vakillar Qurultayini tasdiqlab tarqitib, Jungo'dan iborat bu tuproqda ijro qilishini, yo'l qo'yishini, amaliylashtırishini talab qilamiz. Mana bu tinch yo'l bilan kurash qilish deb ataladigan kurash shaklidir. Endi hozir biz aytyapmiz, Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgi ta'kidlab kelayotgan Jungo bilan qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirish degan so'zning ma'nosi zodi nima? Bunun konkret tabiri yok. Ben özüm şundan düşünümen ki kuruluş karakterlik söhbet, ya kuruluş karakterlik münasebetini terakki kıldırış, meyli iktisat sahasıda bolsun, meyli siyaset sahasıda bolsun, meyli talaş tartış buluvatkan Şangang'dak, Tibet'dak, Uyguristan'dak, Tayvan'dak, muşundak mühim meseleler bu içi bolsun, kuruluş karakterlik münasebetini terakki kıldırış. Mesela prezidentler, iki devlet Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo qurilish xarakterli taraqqiyotni munosabat tarakkiy qildiradigan bo'lsa, masalan Dalay Lama lixasiga qaytish kerak. Dalay Lama o'zining vataniga qaytish kerak. Bu mu qurilish xarakterli munosabat Amerika Jungo o'rtasida? Bu mu qurilish xarakterli munosabat doirasiga kirdi? Shundaqli Uyg'uristondagi masala bo'yicha Rossiyadagi tuzilgan shartnomani bekor qildi. Rossiya bilan tuzilgan shartnomani bekor qildi. 30 yıllık vaqti tugadi. Mesela 1980-yil Xuyabang 6 martlik siyaset belgiledi. Şu vaqtida dal Mao Zedong Stalin Şinjan'a münasebetli tuzgan shartnoma 30 yıl toshgan vaqt edi. Xuyabang bu 6 martlik siyasetin nima dedi? 6. maddesida Şinjan'a ko'chib kelgan Hanzu kadrlarni asta ichki o'lkalarga qaytarishdi. Men sizlarga talay qatim so'zildim bu to'g'rida. Bu narsalar ijro qilinishi kerak. Biz şunda ümit qilamiz, bu bizning umidimiz. Endi buningga faqat demokratik davlatlarning yordami, demokratik davlatlarning Xitoy ko'rsatgan besimi, mana shu nuqtadan qarash kerak. Yani bir noktadan bugün şuna göreylik ki hürmetli vatandaşım, sat sesimiz ya. Jungo'la Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi masala, masalan, yaqindan beri o'tirg'i chiqqan masala, Janubiy dengiz masalasi, yaqindan beri o'tirg'i chiqayotgan masala, masalan, prezident Trump o'tirib qo'ygan Jungo pulni kontrol qilguvchi chempion davlat deganligi, shundaqla prezident Trumpning yaqinda nima deganligi, menga cheqilsang adibingni beraman. Her bir işler bo'yicha men chiqiladigan bo'lsang adibingni beraman deganligi, mushu gaplardan biz o'zimiz tasavvurga g'arq qilsak, o'zimizni bir sezgi, bir tuyg'uning ichida yashashga majbur bo'lsak, shu vaqtda nima kelib chiqadi? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo'ga zada qanday besim ishlatadi? Masalan, Jungo hozirgacha o'zi aytib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Obama Jungo'ni butunlay qo'rshovga oldi dedi. Al qisman qo'rshovga oldi, chambarsiman qo'rshovga oldi dedi. Endi bugun qaraymizki, agar shu qorshov hozirgacha mavjud bo'lgan bo'lsa, mana 3-oyning 7-kuni nima ish yuz berdi? Amerika Qo'shma Shtatlari sot sistemasini Koreyaga quruqlik qilib chiqdi. Koreyaga quruqlik qilib chiqdi. Demak, qorshovning oldingi sepi ochildi. Oldingi sep paydo bo'ldi degan gap. Bunun simvollik ma'nosi nima? Dal mush paytda 3-oyning 7-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari sot sistemasini Koreyaga elib chiqib, 8 kundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Beijingni ziyorat qiladi degan. Agar yana bir xabarda aytilgan narsa rost bo'ladigan bo'lsa, masalan 4-oyda Jungo'ning raisi Xi Jinping Amerikani ziyorat qiladi degan gap rost bo'ladigan bo'lsa, biz yuqorida nima dedik? 1-2 oy ichida sot sistemasining uskunalarini va aslalarini Koreyaga yo'tkab bo'ladi. 1-2 oy ichida sot sistemasini Koreyaga o'rinlashtirib bo'ladi dedik. Demak, Koreyaga o'rinlashtirib bo'ladi. Sot sistemasi Koreyada tugallanadi. Harbiy baza quriladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari sat raketa sistemasi Asiyada, Sharqiy Shimoliy Asiyada quruqlik chiqqan bo'ladi. Demak, mushundaq simvollik oriq ko'rinishida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Beijingni ziyorat qilyapti. Agar sat sistemasi 4-oy ichida o'rinlashtirilib, burilib, u xizmatga tushadigan vazifa o'tadigan bo'lsa, shuningdan keyin rais Xi Jinpingning Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishi bu vatandaşlarım qaltis ziyorat. Endilikdagi so'z faqat Xi Jinping siz yo'l qo'yishda qolamdi nima?
Faqat siz yo'l qo'yishga majbur bo'lish emas. Bu balki qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirish deganning ichidagi gap. Siz yo'l qo'yasiz. Masalan, Çavuşan meselesi, Çavuşan'daki yadro kuralları meselesini hal kılısınız. Çünkü Çavuşan sizden kozorunuz. Bu oynavatkan oyun, Çavuşan oynavatkan oyun, şahsen benim göz karışımca bu Cungo oynavatkan oyun. Çavuşan Amerika ile karşılaşıvatkanı yok. Belki Cungo Çavuşan'da aldığı çıkarıp Amerika Koşmuş Ştatları ile karşılaşıvatıdı. Şarkı Şimali Asya'da elişivatıdı. Demek bu Şarkı Şimali Asya ve Cenubi Deniz'i koşkanda Moşur ayında Xitay özünün hökmranlığını Yaponiyadan alıp çıkıp, hatta Amerika Qo'shma Shtatlarini bu yerdan qo'g'lab chiqarib, Moşu Asiyada yoki Asiya Tinch okean rayida özünün hökmranlığını tiklemoqchi bo'lyapti. Dal mushkunda ko'rib turibsizlar, hurmatli vatandoshim. Hozir Şinjangda Qashqar viloyatida saqchi elish. Saqchi elish degan so'zning ma'nosi nima? Hozirgacha Jiang Zemin davridan tortib balki Rais Xi Jinping davrigacha harbiy sapdan qaytganlarning hammasi qurolli saqchi qismlarga sapladinglar. Masalan, harbiy sapdan qaytib qisqartildi deyilganlarmi deyli, hammani akilib qurolli saqchi qismlarga sapladinglar. Endi bugunda Jungoda nima bugunda endi kechiringlar. Şinjan bu mustamlika rayonida hozir fuqarolarga qulaylik saqchi punkti, joy-joyda qadam-qadamda qurilgan saqchi punkti. Buning 3 ming nafar saqchini qabul qiladigan. Bu saqchi ichkari o'lkalardan keladigan Xitoy bo'ladigan bo'lsa, ular kelib qo'liga qurol oladi. Buning badali pulni Uyg'ur xalqi to'laydi. Ular kelib saqchi punktlari posqturdi, Uyg'urlarni daproslaydi. Demak, buning pulini haqqini Uyg'ur xalqi to'laydi. Demak, 3 ming nafar Xitoyni agar saqchilik qabul qilib Qashqarga elib kelsa, vaqti buning butun rasxoti, boshda dedi-ku, oila tavobatlarini xizmatga o'rinlashtirishdan tortib hammasini Uyg'ur xalqi iqtisodiy jihatdan o'ddiga elish kerak. Lekin bu yerda bir gap bor. Shu narsani aytaylikki, agar Xitoy hukumatı siz shundaq bir payt yetib kelgan bo'lsangiz, masalan, xalqaro bosim zamanning besimi tufayli biz boshda aytgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonuni bu Tibet masalasini hal qilish, Uyg'ur masalasini hal qilishdan iboratmish jarayon kirmoqchi bo'lsangiz, u vaqtida sizning Şinjangda hozir vaziyat jiddiyligi bilan jiddiy vaziyatni e'lon qilganligingiz shuni ko'rsatib bo'ladiki, Dalay Lama agar